Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab gaz yetkazish bo'yicha to'lov bekor bo'lgani. Bu o'zgarish kimlarga tegishli ekani, kimlar bundan foyda ko'rishi, kimlar esa baribir ehtiyot bo'lish kerakligi haqida gaplashamiz. Bu mavzu har bir xonadon, har bir iste'molchi, ayniqsa gaz hisoblagichi bor uylar, ko'p qavatli xonadonlar, hovli-joy egalari va tadbirkorlar uchun juda muhim. Men buni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'pchilik endi umuman gaz uchun pul to'lanmaydimi? Faqat yetkazib berish haqi bekor bo'ldimi? Eski qarzlar nima bo'ladi? Hisoblash ko'rsatkichini bermasam ham bo'ladimi? degan savollar bilan murojaat qilyapti. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nuqtalar aynan istisnolar va amaliy qadamlar qismida bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilish pulingizni, asabingizni va huquqingizni himoya qiladi. Avval vaziyat qanday edi? Odatda aholiga tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha hisob kitoblarda bir nechta tushuncha aralashib ketardi. Odamlar bitta kvitantsiyada yoki shaxsiy kabinetida umumiy summani ko'radida bu gazning narximi yoki xizmat haqimi deb ajrata olmay qoladi. Aslida gaz uchun to'lov deganda ikki xil narsa tushunilishi mumkin. Birinchisi, siz real ishlatgan gaz hajmi uchun to'lov, ikkinchisi esa gazni yetkazish, tarmoqdan foydalanish, hisob kitob yuritish yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar. Endi asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan ayrim iste'molchilar uchun gaz yetkazib berish bo'yicha alohida to'lov bekor qilinayotgani aytilmoqda. Bu degani, agar siz uyda gaz ishlatsangiz, siz endi umuman hech narsa to'lamaysiz degani emas. Eng katta xato aynan shu joyda bo'ladi. İşletilgan gaz uchun to'lov saqlanib qoladi. Ya'ni plita ovqat pishirdingizmi? Isitish qozoni ishlatdingizmi? Suv iskichingiz gazda ishlaydimi? Hisoblagich qancha ko'rsatgan bo'lsa, tarif asosida shuncha to'laysiz. Bekor bo'layotgan narsa esa gazning o'zi emas, balki yetkazib berish bilan bog'liq alohida undiriladigan to'lov bo'lishi mumkin. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Masalan, siz yil oyida 100 kub metr gaz ishlatdingiz. Shaxsiy hisobingizda 100 kub metr gazning narxi alohida. Yana yetkazish yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq qandaydir qo'shimcha summa alohida ko'ringan bo'lishi mumkin. 1 avgustdan keyin yangi tartib to'g'ri qo'llansa, ana shu qo'shimcha yetkazish qismi undirilmasligi kerak. Lekin 1 kub metr gaz uchun to'lov baribir qoladi. Shuning uchun gaz tekin bo'ldi degan gap noto'g'ri. To'g'ri gap, gaz yetkazish bo'yicha alohida to'lov bekor bo'ldi yoki ayrim holatlarda hisob kitobdan chiqarildi. Birinchi navbatda bu yangilik maishiy iste'molchilar, ya'ni oddiy aholi uchun juda muhim. Hovlida yashaydigan, uyida gaz plitasi, gaz qozoni isitish tizimi bo'lgan oilalar buni diqqat bilan kuzatish kerak. Chunki ular har oy yoki mavsumga qarab sezilarli miqdorda gaz ishlatadi. Ayniqsa qishda gaz sarfi ko'payadi, yozda esa asosan ovqat pishirish va suv isitish uchun ishlatiladi. Agar qo'shimcha yetkazish to'lovi oldin hisobda ko'ringan bo'lsa, avgustdan keyingi kvitantsiyada uning yo'qligini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh ko'p qavatli uylarda yashovchilar. Ko'p qavatli uylarning ayrimlarida markaziy isitish bo'ladi. Ayrimlarida esa xonadon ichida individual gaz jihozlari bor. Ba'zi xonadonlarda gaz faqat oshxona plitasi uchun ishlatiladi. Bu holatda iste'mol hajmi kam bo'ladi. Lekin baribir hisob kitobda noaniqlik bo'lishi mumkin. Masalan, bir oila uyga heks yoki 12 kub metr gaz ishlatadi. Boshqa bir oila esa ko'proq ovqat pishiradi. Uyda doimiy yashovchilar soni ko'p bo'lgani uchun 20 kub metrgacha ishlatish mumkin. Bunday iste'molchilarda qo'shimcha to'lov kichik ko'rinishi mumkin, lekin yil davomida yig'ilsa sezilarli summaga aylanadi. Uchinchi guruh eski qarzi bor fuqarolar. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Agar yetkazish to'lov bekor bo'lsa ham, bu avtomatik tarzda barcha eski qarzlar o'chirildi degani emas. Agar sizning shaxsiy hisobingizda ilgari ishlatilgan gaz uchun qarz bo'lsa, u qarz saqlanib qolishi mumkin. Agar qarz aynan bekor qilinayotgan to'lov turi bo'yicha hisoblangan bo'lsa, uni qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, qarz bor bo'lsa, avval qarzning tarkibini bilib oling. Qaysi oy uchun, qaysi xizmat turi uchun, qaysi ko'rsatkich asosida yozilganini aniqlang. 4-guruh tadbirkorlar va noturar joy egalari. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki aholiga nisbatan qo'llanadigan tartib har doim ham tadbirkorlik subyektlariga avtomatik tatbiq etilmaydi. Do'kon, novvoyxona, oshxona, issiqxona, seks yoki boshqa tijorat obyekti gaz ishlatsa, undagi tarif
Shartnoma va hisob-kitob tartibi alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar aholiga bekor bo'libdi. Demak, menga ham bekor deb xulosa qilmasligi kerak. Shartnomani, hisob fakturani. Ta'minotchi tashkilot xabarnomasini alohida tekshirish shart. Birinchi misol, Toshkent viloyatida hovlida yashaydigan oila bor. Uyda 5 kishi yashaydi. Yoz oyida ular asosan gaz plitasidan va gaz kolonkasidan foydalanadi. Oyiga 45 kub metr gaz sarflaydi. Ular avval kvitansiyada gazning asosiy narxidan tashqari yetkazish bilan bog'liq qo'shimcha satrni ko'rgan bo'lishi mumkin. Avgustdan keyin ular shaxsiy kabinetga kirib, aynan shu satr yo'qolganini tekshirishi kerak. Agar yo'qolgan bo'lsa, demak yangi tartib qo'llangan. Agar o'sha satr yana hisoblangan bo'lsa, murojaat qilish uchun asos bor. Ikkinchi misol. Samarqandda ko'p qavatli uyda yashaydigan pensioner opa bor. U kishi oyga 10 kub metr gaz ishlatadi. Summa juda katta emas, lekin har bir 1000 so'm pensioner uchun ahamiyatli. Agar shaxsiy hisobda qo'shimcha to'lov hisoblangan bo'lsa, u kishi buni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Chunki kichik xatoliklar ham yillar davomida qarz sifatida yig'ilib qoladi. Keyin bir kun kelib gaz idorasidan sizda qarz bor degan xabar keladi. Odam esa men har oy to'lab kelganman deydi. Shuning uchun har oy kvitansiyani tekshirish odati juda muhim. Uchinchi misol, Qashqadaryo uyini gaz bilan isitadigan oila bor. Qishda oyiga 400 yoki 500 kub metr gaz ishlatishi mumkin. Yozda esa 300 kub metr atrofida. Bunday oilalarda qishki mavsumda har qanday qo'shimcha to'lov juda katta seziladi. Agar yetkazish to'lov bekor qilingan bo'lsa, qishki hisob-kitobda farq ancha bilinadi. Lekin baribir ular gazni tejamkor ishlatishi kerak. Chunki asosiy to'lov iste'mol hajmiga bog'liq. Hisoblagich qancha ko'p aylansa, summa shuncha ko'p bo'ladi. 4-misol, bir kichik novvoyxona bor. U gazda tandir ishlatadi. Egasi internetda gaz yetkazish to'lovi bekor bo'ldi degan xabarni ko'rib, keyingi oyda kamroq pul chiqadi deb o'ylaydi. Lekin u noturar joy bo'lgani uchun uning shartnomasi boshqa bo'lishi mumkin. Agar u to'lovni kamaytirib yuborsa, keyin qarz va penya chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun tadbirkor avvalo o'z hududiy gaz ta'minoti tashkilotiga yozma yoki elektron murojaat qilib, mazkur o'zgarish mening shartnomamga tatbiq etiladimi deb so'rashi kerak. Agar sizning hisobingizda faqat ishlatilgan gaz hajmi bo'yicha to'lov chiqayotgan bo'lsa, alohida yetkazish to'lovi bo'lmasa, sizda katta o'zgarish sezilmasligi mumkin. Bu normal holat. Ba'zi iste'molchilarda oldindan hisob-kitob shunday yuritilganki, qo'shimcha satr alohida ko'rinmagan bo'ladi. Demak, nega menda kamayish bo'lmadi deb darrov vahima qilish kerak emas. Avval kvitansiya tuzilishini ko'rish kerak. Agar siz umuman gaz ishlatmasangiz, masalan, uyingiz elektr plita bilan jihozlangan bo'lsa yoki xonadoningiz gaz tarmog'iga ulanmagan bo'lsa, bu o'zgarish sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Lekin baribir shaxsiy hisobingizni tekshirib turish foydali. Chunki ba'zan foydalanilmayotgan manzillar bo'yicha ham noto'g'ri qarzdorlik chiqib qolishi mumkin. Agar siz barcha to'lovlarni o'z vaqtida qilib kelayotgan bo'lsangiz, hisoblagich ko'rsatkichlarini muntazam topshirsangiz va shaxsiy kabinetingizda ortiqcha satrlar bo'lmasa, siz faqat avgustdan keyingi hisobda yangi tartib to'g'ri aks etganini tekshirasiz. Ya'ni sizning vazifangiz vahima qilish emas, nazorat qilish. Birinchi navbatda hisoblagichi ishlamayotgan yoki plombasi shikastlangan iste'molchilar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki gaz to'lovidagi har qanday o'zgarish sizni hisoblagich bo'yicha majburiyatlardan ozod qilmaydi. Agar hisoblagich buzilgan bo'lsa, uni vaqtida xabar qilish kerak. Aks holda keyin o'rtacha sarf yoki boshqa hisoblash tartibi asosida katta summa chiqishi mumkin. Ikkinchidan, uyda bir nechta gaz jihozi borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, gaz plitasi, gaz qozoni, gaz kolonka, isitish pechi. Har bir jihozning texnik holati, hujjati va xavfsizlik talabi bor. To'lov bekor bo'ldi degani xavfsizlik tekshiruvlari bekor bo'ldi degani emas. Gaz bilan bog'liq masalada eng muhim narsa nafaqat pul, balki xavfsizlikdir. Uchinchidan, qarzdorligi borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar bekor bo'ldi degan xabarni eshitib, eski qarz ham yo'q bo'ldi deb o'ylaydi. Bu xato. Eski qarz bo'yicha alohida aniqlashtirish kerak. Agar qarz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni bekor qildirish yoki qayta hisoblatish mumkin. Lekin buning uchun og'zaki gap yetmaydi, hujjat, ariza va dalil kerak bo'ladi. Ijarada yashayotganlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz ijarachisiz, gaz shaxsiy hisob raqami uy egasi nomida bo'lishi mumkin. Siz pulni uy egasiga berasiz, lekin to'lov haqiqatan amalga oshyaptimi? Qarz yig'ilmayaptimi? Buni tekshirib turing.
keyin uy egasi bilan nizo chiqmasligi uchun oyma-oy skrinshot, kvitansiya yoki chekni saqlab boring. Endi eng muhim qismga keldik. Har qanday muhim qismga keldik. Qanday yangi tartibda istisnolar va tushunarsiz joylar bo'ladi. Men sizlarga amaliy jihatdan uchraydigan nozik nuqtalarni aytaman. Birinchi nozik nuqta. Bekor bo'lgan to'lov qaysi davrdan boshlab amal qiladi? Agar o'zgarish 1 avgustdan kuchga kirsa, iyul oyidagi to'lovlar eski tartibda hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, siz avgustda iyul uchun to'lov qilyapsiz. Shunda kvitansiyada eski satr ko'rinishi ehtimoli bor. Bu darrov xato degani emas. Muhimi, qaysi oy uchun hisoblanganini tekshiring. Agar avgust iste'moli uchun ham eski to'lov yozilsa, ana shunda savol berish kerak. Ikkinchi nozik nuqta. Tizimdagi yangilanish kechikishi mumkin. Ba'zan qaror chiqadi, lekin billing tizimi mobil ilova, bank to'lov oynasi yoki shaxsiy kabinet birdan yangilanmaydi. Shuning uchun birinchi kunning o'zida ko'ringan ma'lumot yakuniy bo'lmasligi mumkin. Lekin bu siz hech narsa qilmay o'tiring degani emas. Screenshot oling, sanani saqlang, keyin solishtiring. Uchinchi nozik nuqta ortiqcha to'lov masalasi. Agar siz avans to'lagan bo'lsangiz, masalan oldindan 200 ming so'm tashlab qo'ygan bo'lsangiz, keyin bekor qilingan to'lov hisobdan chiqarish kerak bo'lsa, hisobingizda ortiqcha qoldiq paydo bo'lishi mumkin. Bu pul odatda keyingi oylardagi gaz to'lovlariga yo'naltiriladi. Uni naq qaytarish masalasi esa alohida tartib bilan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy hisobdagi saldo, ya'ni qoldiqni tekshirish zarur. To'rtinchi nozik nuqta. Gaz ta'minotidan uzilgan xonadonlar. Agar sizda avval qarz bo'lgani uchun gaz uzilgan bo'lsa, yetkazish to'lovi bekor bo'lgani avtomatik qayta ulanish degani emas. Qayta ulanish uchun qarz, texnik holat, ariza va xavfsizlik talablari tekshirilishi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l hududiy gaz idorasiga yozma murojaat qilishdir. 5-nozik nuqta. Ijtimoiy norma, limit yoki tarif masalasi. Gaz uchun to'lovlarda tariflar, iste'mol hajmi, ayrim imtiyozlar yoki mavsumiy hisoblash tartiblari bo'lishi mumkin. Yetkazish to'lovi bekor bo'lishi tariflarining o'zi o'zgardi degani emas. Agar tarif o'zgarsa, bu alohida masala. Shuning uchun kvitansiyada ikki narsani ajrating. 1 kub metr gaz narxi qancha? Qo'shimcha to'lov bormi yoki yo'q? Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hisob raqamingizni toping. U eski kvitansiyada gaz ta'minoti bilan tuzilgan shartnomada mobil ilovadagi kommunal to'lovlar bo'limida yoki to'lov chekida bo'ladi. Shaxsiy hisob raqamisiz aniq ma'lumot olish qiyin. Ikkinchi qadam. Iyul va avgust oylaridagi hisob kitobni solishtiring. Agar imkon bo'lsa, iyul kvitansiyasini alohida, avgust kvitansiyasini alohida oching. Qaysi satrlar borligini qarang. Gaz iste'moli, yetkazib berish, xizmat haqi, qarz, penya, saldo kabi yozuvlarni alohida ajrating. Agar tushunmasangiz, screenshot qilib saqlang va gaz ta'minoti tashkilotiga yuboring. Uchinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini yozib boring. Har oyning bir xil sanasida. Masalan, oyning 25 kuni yoki 30 kuni hisoblagichni suratga oling. Suratda raqamlar aniq ko'rinsin. Bu odat keyin kelishmovchilik bo'lsa sizni himoya qiladi. Masalan, tizimda 300 kub metr yozilib qolsa, sizda esa o'sha sanada 2000-3000 kub metr bo'lganini ko'rsatadigan surat bo'lsa, bu dalil bo'ladi. To'rtinchi qadam, agar ortiqcha to'lov ko'rsangiz, og'zaki telefon bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha 1 avgustdan keyingi davr uchun gaz yetkazib berish to'lovi hisoblangan. Mazkur hisob kitobning qonuniy asosini tushuntirib berishingizni va agar noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman. Ism, familiyangizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, shaxsiy hisob raqamingizni yozing. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Sizga pasport yoki ID karta nusxasi, kadastr yoki yashash manzili bo'yicha hujjat, gaz shartnomasi, oxirgi to'lov cheklari, hisoblagich surati. Kvitansiya screenshotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar siz uy egasi bo'lmasangiz, ijarachi bo'lsangiz, uy egasi bilan kelishib murojaat qilgan ma'qul. 6-qadam, murojaatni qayerga berishni biling. Hududiy gaz ta'minoti bo'limiga borishingiz mumkin. Bundan tashqari, tashkilotning rasmiy elektron qabulxonasi, kommunal to'lov ilovalari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki ishonch telefonlari orqali ham murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, murojaat raqamini oling. Murojaat raqami bo'lmasa, keyin men aytgandim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam, to'lovni butunlay to'xtatib qo'ymang. Agar hisobda baxtli summa bo'lsa, avval asosiy gaz iste'moli uchun to'lovni ajratib to'lash imkonini aniqlang.
Chunki siz qo'shimcha to'lov noto'g'ri deb butun to'lovni to'xtatsangiz, ishlatilgan gaz uchun qarz yig'ilishi mumkin. Keyin esa muammo kattalashadi. To'g'ri yondashuv bahsli qismini aniqlashtirish, asosiy iste'mol bo'yicha esa qarzdorlikka yo'l qo'ymaslik. 8-qadam javobni kuting va tekshiring. Tashkilot javobida qayta hisob-kitob qilin desa, shaxsiy kabinetga kirib haqiqatan summa o'zgarganini ko'ring. Faqat javob xatiga ishonib qolmang. Hisobda o'zgarish bo'lmasa, takroran murojaat qiling va avvalgi murojaat raqamini ko'rsating. Birinchi xato: yangilikni noto'g'ri tushunish. Ko'pchilik sarlavhani o'qiydi, lekin mazmunini o'qimaydi. Gaz to'lov bekor bo'ldi degan gap bilan gaz yetkazish to'lov bekor bo'ldi degan gap bir xil emas. Birinchi gap odamni chalg'itadi. Ikkinchisi esa aniqroq. Siz ishlatgan resurs uchun pul to'laysiz, bu qoida saqlanadi. Ikkinchi xato: kvitansiyani tekshirmaslik. Odamlar kommunal to'lovni odatda avtomatik tarzda to'lab yuboradi. Mobil ilovada summa chiqadi, to'lash tugmasini bosadi. Lekin summa nimadan iboratligini ko'rmaydi. Men tavsiya qilaman. Ayniqsa avgust va sentabr oylarida kvitansiyani satr-satr tekshiring. Bu davr yangi tartib qo'llanishini nazorat qilish uchun eng muhim davr. Uchinchi xato: cheklarni saqlamaslik. To'lov qildingizmi? Chekni saqlang. Mobil ilovadagi elektron chekni o'chirib yubormang. Screenshot qiling yoki ilovada saqlab qo'ying. Qarzdorlik bo'yicha kelishmovchilik chiqqanda eng kuchli dalillardan bir aynan chek bo'ladi. 4-xato: ijtimoiy tarmoqlardagi har bir gapga ishonish. Gaz, elektr, suv kabi kommunal masalalarda faqat rasmiy manbaga tayanish kerak. Mahalla chatidagi xabar, tanishning gapi, kimningdir videosidagi umumiy gap yetarli emas. Sizning aniq holatingizni faqat shaxsiy hisobingiz, kvitansiyangiz va rasmiy javob aniqlab beradi. 5-xato: kech murojaat qilish. Agar siz avgustda noto'g'ri hisob ko'rsangiz, mayli keyin to'g'rilanar deb o'ylar davomida kutmang. Chunki keyin qarz, penya yoki uzilish xavfi paydo bo'lishi mumkin. Murojaat qancha erta bo'lsa, masalani hal qilish shuncha oson. Agar yangi tartib to'g'ri ishlasa, iste'molchi uchun hisob-kitob shaffofroq bo'lishi kerak. Odam qancha gaz ishlatganini va aynan nima uchun pul to'layotganini yaxshiroq ko'radi. Qo'shimcha yetkazish to'lov bekor bo'lsa, ayrim xonadonlarning oylik xarajati kamayishi mumkin. Ayniqsa gaz sarfi yuqori bo'lgan oilalarda bu sezilarli bo'ladi. Lekin yana bir bor ta'kidlayman. Bu o'zgarish gazni tejash zaruratini bekor qilmaydi. Hisoblagich bor joyda eng adolatli qoida bitta: qancha ishlatsangiz shuncha to'laysiz. Shuning uchun uyda gaz jihozlarini soz holatda saqlang. Bekorga yonib turadigan plitani o'chiring. Isitish qozonini me'yorda ishlating. Gaz sizib chiqishiga shubha bo'lsa, darhol mutaxassis chaqiring. Agar sizning hisobingizda tushunarsiz summa chiqsa, vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Hujjatlarni yig'ing, hisobni tekshiring, yozma murojaat qiling, javobni talab qiling. Fugaro sifatida sizning eng katta kuchingiz tartibli dalil va rasmiy murojaatdir. Demak, 1 avgustdan boshlab gaz yetkazish to'lovi bo'yicha o'zgarishlar aholining kommunal xarajatlariga ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu gaz butunlay bepul bo'ldi degani emas. Ishlatilgan gaz uchun to'lov saqlanadi. Bekor qilinayotgan qismni kimlarga tatbiq etilishini va sizning shaxsiy hisobingizda qanday aks etganini albatta tekshirish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq shaxsiy hisobingizni oching. Iyul va avgust kvitansiyalarini solishtiring. Hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Ortiqcha yoki tushunarsiz to'lov bo'lsa yozma murojaat qiling. Ayniqsa qarzi borlar. Ijarada yashovchilar, tadbirkorlar va gaz hisoblagichida muammo bo'lganlar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Sizning hududingizda avgustdan keyingi kvitansiyada qanday o'zgarish bo'ldi? To'lov kamayganmi yoki hali ham eski tartibda chiqyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham real holatlarni ko'rsin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki kommunal to'lovlardagi bitta kichik xatolik ham vaqtida tekshirilmasa, keyinchalik katta qarzga aylanishi mumkin.